Shirhanbey, qizlarga bitta hozir life hack ko'rsatmoqchiman. Ko'p qizlar so'raydi, Dilnoza, qoshingizga nima surtaysiz? Qalammi yoki o'zi qalinmi deb. Meni qoshim o'zi qalin, lekin men har doim natural narsalar, juda kam holatlarda qoshimga qalam surtayman. O'shanga sizlarga life hack ham qoshni o'stiradi, ham qoraytirib beradi. Lekin bu qoshi jigarrang bo'lganlarga tushmaydi. Kimning qoshi qora bo'lsa, bemalol foydalansalaring bo'ladi. Bodomni olasizlar. Menda artilgani bo'lsa yana ham yaxshi, artilmagani ham bo'laveradi. Yoqasizlar. Shunday. Mana. Bodomni yoqasizlar. Shunaqa qalam holatiga keltirasizlar. Ko'rdinglarmi? Hatto o'zini ham yog'i chiqadi. Hozir ko'rsataman. Mana ozgina qoraytirasizlar mana. Uje o'zini yog'i ko'rinyaptimi Shirhanbey? O'zini yog'i ham chiqadi. Ham yog'li, ham foydali, ham natural. Qoshlaringga qilib surtasizlar. Saqlab qo'yinglar.